Unda Oqila ayollar harakati faollari Oqila ayollar harakatining Avgust kuni Oqila ayollar harakati tashkil qilindi. Oqila ayollar harakati Oqila ayollar harakati faoliyatini 2022-yil 8-avgustda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Oqila ayollar harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 437-son qarori qabul qilindi. Birinchi oqila bo'lib farzandni aqlli o'sishiga, kelajakka tayyorlab borishimizga onalarning oqila ayollarimizning roli katta bo'ladi. Oilada bolalarga nisbatan, turmush o'rtog'iga nisbatan judayam ayollarimiz aqlli bo'lishi kerak. Azamda, tozalikka, hamma narsani oldini olib boshqa ayollarimiz